Yangi 4-armiya hammasi inqilobiy qo'shin. Bizning bu qo'shinimiz tamamen xalqni ozod qilishni maqsad qiladi. Yo'ldosh Zolan bizning mush qo'shinimizdagi bir yo'ldosh edi. Odam hamon o'ladi. Lekin o'limning ahamiyati o'xshash bo'lmaydi. Jongoda qadimgi zamonda Simochan ismli bir adib o'tgan ekan. U odam hamon o'ladi. Ba'zilarning o'limi Tayshan teg'dimmi qadrlik, ba'zilarning o'limi Hongirtpeydimmi qadrsiz bo'ladi degan edi. Xalqning manfaati uchun o'lish Tayshan teg'dimmi qadrlik. Faşistlar uchun jon tikib, xalqni eksploatatsiya qiluvchilar va xalqni azguchilar uchun o'lish Hongirtpeydimmi qadrsiz. Yo'ldosh Zolan xalqning manfaati uchun o'ldi. Uning o'limi Tayshan teg'dimmi qadrlik. Yo'ldosh Zolan xalqning manfaati uchun o'ldi. Uning o'limi Tayshan teg'dimmi qadrlik. Men hech nima bo'lmadim. Kim? Men kitap sotquchi. Efendim, kitap alamsiz. Bu kitap tizimligi, ko'rib beqing. Tanlasangiz men sizga akab beraman. Pulni kitapni akaganda berasiz. Jo'z vasiyatnomasining to'plam nashri bormi? Bor, biroq oddiy nashr nusxasi emas, Singuanshaniki bilan birlashtirilgani. Menga nusxasimi yoki ching nusxasimi? Hammasi bor. Sizga qaysisi kerak edi? O'ltiring. Hech ish yo'q. Mening hozirgi salohiyatim Tongyan kitobxonasining xizmatchisi. Yuqoridan xizmatingizga qulaylik bo'lsin deb, uyingizning sharqidagi Ko'nmal bozorida Tongyan kitob do'koni ochildi. Xo'jayinning familiyasi Lo, sizning yangi aloqachingiz ham rahbaringiz. Lo xo'jayin. Maxfiy belgilangan jo'z vasiyatnomasi. Rahmat sizga. Bundaq deyman. Kitob tizimligini obdan saqlang. Bundan keyin men qilishga tegishli ish bo'lsa, bevosita meni izlasangiz bo'ladi. Ma'qul. Xo'sh, hamsa yo'qmi? Xo'sh. Men. Yemaysiz-ku. Siz yemisiniz, mening gelimdan o'tmaydi ekan. Texhichi Zolanning ishini o'ylayaptamsiz? Texhichi Zolanning ishini o'ylayaptamsiz deyapman. Shuncha cho'ng chatoq chiqqandan keyin o'zimning qayerga ketkizib qo'yganimni bilib olishim kerak-da. Yeb bo'lib o'ylasangizmi bo'ladi-ku? Endi siz ko'proq xat yozishni mashq qilsangiz bo'ladi. Boshqa ishni qilsam bo'lmamda. Yangi aloqa o'rni bir kitobxona ekan. Siz aloqalash qilib olganda qog'oz qalam, siyo degandek narsalarni elishingiz kerak. Siz xat yozishni mashq qilmasangiz kitobxonaga nemaga borsiz? Men aloqachi bo'lamdiman. Biz hammamiz aloqachi.
Agar men boramaydigan bo'lib qolsam, siz borasiz. Ha, ma'qul, ma'qul. Ma'qul, men mashq qilay. Bugunla berib xat ulgisi akilib, shuningga qarab mashq qilaman. Yezishni o'rganib olgandan keyin uyimizga masnaviy yozaman. Siz Zo'langa o'xshash qizlarga amroqmi? Madaniyatlik, ongliq. Qoral chiqarishimi tez. Chiroyim yomon emas. Men jazman sizda qizlarga amroq bo'lishim kerak. Bu tashkilning qarori. Agar men sizga amroq bo'lmasam, boshqalar sezib qoladi. Niqoblanishga bek ustgansiz. Sirtda shunday yaqinchilik qilsiz. Uyga kelib muzdek bo'lib olsiz. Ayollik munosabatni ko'zitish maxfiy ishlar idorasining qo'l ostidagilarni kontrol qilishdagi muhim tadbiri. Punkt boshlig'ining ayolining deyishicha, tövandagi nurg'un xotinlar yaxshi o'tmaydi ekan, doim urushadi ekan. Ulardan hech kim gumonlanmaydi ekan-ku. Ular degan rost xotin, biz degan yolg'on. Sho'ng hamma ishda ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Yolg'on. Ems aytding. Zo'laningmi? Ashundaq yolg'on eri bo'g'imidi. Liya hozir bu yana ikkinchi nomerlik odami bo'lib qoldi. Kelgili tex necha kun bo'lgan uningga. Yangi kelgandan ijtihotlik bo'lishi normal. Ha. Choy ichaylik. Lolo. Maxfiy hujjatni ko'tarib yuribsiz-ku. Ha. Maxfiy hujjat ishxonasiga doğru chechib ekan, hiyla olib beraman. Yuymudir, daqiqni. Liyani biz Chu xo'jayin bilan tegishib akilib olgan. Bo'lmasa u hozir putida ushkal, yalang'och oldi seriq to'pi do'ngligida gami qezayotgan bo'ladi. Puttakchisi degan bu maxfiy nom yaxshi ekan. Boshqalar uni e'tiborlaydi ekan. Hozir bu mutlaq maxfiy hujjat degan kichik bolani aldaydigan bir nim bo'lib qoldi. Udil kelganligi hujjatga mutlaq maxfiy deb besib qo'yaveradigan bo'ldi. Shundoq. Bu asosligi saqchi darsi bilan jandarma qo'mondonlik shtabining ishi. Biz arxivga epli qo'yamiz xolos. Tianjin portidagi ashyolarni to'shish bexatarligiga kapolatlik qilish kelishimi. Aytanga Lolo, mush kelishim bo'lmasa, Tianjin portidagi bu mallarni to'shish bexatarligiga kapolatga ega bo'lmay qolama? Qishishmaga yana tatilganlik-ku bu. Asosligi u yerdagi urush ashyolarini yo'tkab ishlatmoqchi. Cho'ng urush bo'ladigan o'xshamanda. Ha. Ammo bizdan xillajroqda. Yumudir. Maxfiy ishlar idorasida hammaga yaxshichoq bo'laman desangiz, ziyon tortasiz. Bilaman, qo'shig'ingizda nurg'un pukuklaringiz bor, lekin og'zingizdan chiqarmaysiz. Mening ichimda pukukim bormi? Bor, yo'q emas. Sizlar ishkinglar jo'nsho. Yuzinglar bor. Yuqorida yo'lanchiqinglar bor. Mencho. Kichikkina bir sho'sho. Ilgari Day xo'jayin o'ng ko'zda qarab qo'ya deb yuqoriga yamishdan umidim bor edi. Hozir u bo'g'aymi ketib qoldi. Men endi u pukuklarimni ichimda saqlamay qanday qilaman? Ha? Siz bak mug'ambar. Baqu. Yilangiz bakmi to'la.
Punkt boshlig'i ilgari sizni qanchalik e'tiborlaydi. Endi-chu. Jahon Liyani olib ketdi. Bo'ldi, men chiqay. Chiqamsiz? Rahmat Lumuday. Maxfiy ishlar ishxonasimi? Ha, kim bo'lim boshlig'i? Darhol majlisxonaga bering. Ishxonanglar nimanda qilaymiqan? Nimandaq chiq odam u bexatar sanduqni ochqichini elib darhol bering. Lo mudir. Birinchi sanduqqa sep qo'ying. Bölüm başlığı məclisxanaga ketdi. Bexatar sanduqning ochqichi shuningda edi. U hozir qaytib keladi. Ha. Siz bo'lim boshlig'i turib nima ishqon tanqid qilmaysiz? Biz puxrach kiyim kiygan bilan yanla harbiyda. Maxfiy hujjat iskalati tamaki cheksa qoida xilof emasmi? Xatolik menda. Doim men sizlarga Oyog'ingiz bak chaqqan jumo sizning. Bu hujjatni saqlashga topshirish uchun 2 qitim yo'l mandim men. Kechiring Lumudir. Topshirib elish hujjatini men ishxonangizga hiyla kirib beray. Yumudirni xap qilib qo'yibsiz-da. U bir yuvosh oqko'ngil odam, obdarax gap qilib, tanqidlamang endi. Men uni tanqidladim. Tamakisini tatib oldim. U anglamaydi ekan. u o'z qani. Üstünki qavatda bir turkum yangi qoral kepti ekan. Numarini tizimlayotdi. Uni bu yerga chaqirib tushing. Xo'p. Mutlaq maxfiy hujjatni udilkaga yerga ko'tarib yuramsiz. Bu yerda qo'yib turing. Ha. Tez bo'ling. Meyacha. Gomindan bilan kompartiya nemishqa urush qiladigandu. Oy-ey. Shu pul uchun bo'lmamdi. Baqqan siqgan, sal turib ichay, ha? Sizchiqning necha kundan beri qapig'i ichilmayotidi. Qanday qilaman? Nima sababdan shundoq bo'lib qolganligini bilamsiz? Zuvan surmay yursa, o'zimcha paraz qilaman shu. Qanday paraz qildingiz? Boshliq akam uningga ishonmagashga, Singlim, uning hammasi yolg'on. Uyga borganda eringizga aytib qo'ying. Sizching bizga ko'p yordam qilgan. Rostini aytsam, Lavo uningga bak ishonadi. U Liyaga ko'rinishda vaydab qo'ydi. Amaliyotda Lavoning uning bilan faqat xo'shi yo'q. ha. Undaq bo'lsa yaxshi. Qaytib borganda uningga deb qo'yay. Rostini aytsam, sizchingning qo'yilib qolishida boshqa sabab. Qanday sabab? Ayol kishining ishi. Ayol? Buzuq ayolmi? Oy-ey, singlim, uncha cho'chib ketmang. O'tib ketgan ishlar u. Meyacha, siz menga deb bering, nima ishdi? U degan o'tib ketgan ish. Heliqi 8-armiyaning o'lib ketgan ayol vakili So nemitdi? Cho'ng-cho'ngdagi chaqda sizching bilan shuribdi ekan. Nima? Siz bilmamsiz? Meyacha. Qalaymiqan gap qilsangiz bo'lmaydi, Jumo. U ayol degan Makuyning sheriki. Oy-ey, o'tib ketgan ishlar u. Ras. Agar siz kundashlik qiladigan bo'lsangiz, cho'paylik qilgan bo'lasiz-chimi? Erlar sirtda inqilob qiladigan tursa, bo'p turadigan ish bu. Inqilob emasmi? Bundaq ishlarni ilgari akangizmi qilgan? Siz qanday qilgandingiz? Qanday qilatdim? Ko'masga saldim shu. Undaqda u sizni qo'yibasiz-chu. Jidal qilmasangiz qo'yib-etmaydi. Jidal qilsangiz xatarlik. Ish qilib inqilobga qatnashgan odam ishga xotin osi bo'lmaydi. U meni qo'yib-etamdi. Ishonmayman. 8-armiyaning odami uni yaratmaydi. Oy. Undaq demang. Sizching ayollarni xeyli bekmakliyak qiladi-jimi? Bo'lmaydi. Qaytib berib uningdan hisob olaman. Voy, singlim. Mushu og'zimni qachatlab beraymi sizga? Ular bilib bo'pti ekanmi?
Loyi. Men sizni partiyaga tonuşturdim. Men sizning tonuşturg'ichingiz ham guruhi boshlig'ingiz. Ko'nglingizda nima gapingiz bo'lsa, menga aytsangiz bo'ladi. Qarang aptingizga. Qayeringiz erkishiga o'xshaydi. Bundaq lomjim demay yursangiz, xizmatni qanday qilamiz? Agar xizmat qilmasangiz, men ketaman. Dana. Ayting. Siz Zolan bilan cho'ngchingda yurganmi? Ha. Rost yurgan. Vazifa ijro qilish emas. Vazifa ijro qilish emas. Rost yurgan. Shaharda muhabbatlashish deydi. Emas nima menga demedingiz? Men sizlarning bundoq munosabatinglarni bilgan bo'lsam, u qurbon bo'lishdan burun uning hech kimizning yolg'on ar-xotin ishkanligimizni, sizning ko'nglingiz faqat shuning borlig'ini aytdim. U ko'z yumishdan ilgari o'zidan mamnun bo'lib, ko'ngil amin topadi emasmi? Bu gaplarni uning jasadi oldida aytdim. Rahmat. Xo'jayin, boy kitobxonadan pulni surishtirib ketdi ekan. Ha, uqdim. Xo'jayin, Juz vasiyatnomasining to'plam nashri bormi? Ba. Oddiy nashr nusxasi emas, Singonchaniki bilan birlashtirilgani bor. Menga nusxasimi yoki chiq nusxasimi? Hammasi bor. Siz qaysini olasiz? Ko'rib baqsam bo'lamdi. Men bilaman. Marhamat. Teşvikmi, yo'ldaşsizchiq. Mening ismim Lo Ampian. Tinchlikmi, yo'ldosh Lo? O'tiring. Ha. Aloq punktini turg'izib bo'lmay, baytit bo'lib ketdim. Menmi shu? Xo'jayin qandaqroq? Gap qilmaydigan bo'lib qoldi. Esit. Vaqtda qiz, avval siz so'zlamsiz yoki menmi? Ha, men so'zlay. Xanko kelishimi hozir bir varaq keraksiz qog'oz bo'lib qoldi. Liuji Patarda o'tir düzlangli qo'shinlari qo'l selib, markazdan Nanjingga yo'tkalganiga sovg'a taqdim qilmoqchi. Hozir Tianjin tarafdagi urush ashyolarini kutyapti. Nanjing ashyolarini ushqandak tezlikda Jumadian bilan Wuhanga yetkazish haqida maxfiy buyruq tushirdi. Xunandagi Lishanyan qismning oldi bilan hujum qilinadigan nishoni bo'lib kelish mumkinchiligi aniq cho'q. Bu tafsiliy ahvolmi? Ha. Yaxshi. Hozir yuqoriga ma'lum qilaman. Yana qanday ahvollar bor? Tugidi, mushlala. Sizdan qanday yo'l yo'rig'ingiz bor? Unaqa ish.
Loyangdagi 8 armiya ish bajarish o'rnidan bir xoin chiqdi. Ismi Yuan Peilin. Bu odam ilgari izchil holda tashkilot xizmatini ishlab kelgan. Onun aynib ketishi partiyamizning yer osti xizmatiga intayin zo'r buzg'unchilik soldi. Janjo, Loyang kayfonlardan 40 necha yo'lchimizga sotqinlik qildi. Yana bu odam burun Beypandagi yer osti tashkilotidami uzun yil xizmat ishlagan bo'lib, nurg'un odamlarni taniydi ekan. Düşmanlar aslida uni Beypinga avatdib, u yerdagi yer osti tashkilotini biroqlab bechit qilmoqchi bo'ldi ekan. Biroq nemisi nim bo'ldi ekan? Ular Beypandagi yer osti tashkilotining bu xoinni yo'qotmoqchi bo'lganligini bilib qopti. Shunga bu odamni maxfiy holda Tianjinga yo'tkab ketdi. Tianjinga? Maxfiy ishlar idorasining qo'lidamkan. Bu texi aniq emas. Biroq biz qo'lga tushirgan Nanjingning telegramlaridan qaraganda bu odam jazman Tianjinda. Uni Tianjinni yo'qtamdi. Shundoq. Har qanday bedel to'lashdan qat'iy nazar, uning Beypinga berishiga herkes yo'l qo'shib bo'lmaydi. Bo'lmasa oqibatini tasavvur qilish mumkin emas. Bu Yuan familiyalik to'g'riliq men ajab ozroqmi xabar olmabdiman ha? Bu odam bizning xizmat usulimiz bilan aytimi tanishgan. Hatto Tianjindagi ba'zi yer osti tashkilotining ahvolini biladi ekan. Uning jazman o'ziga xos qo'g'dinish usuli bor. Shunga sizning uning ahvolidan bexabar bo'lishingiz normal ish. Hozir eng zo'r to'salg'u bu Yuan familiyalikning kimning qo'lida ekanligini bilmaslik. Maxfiy ishlar idorasidimi, maslakdoshlar idorasidimi, soqchi idorasidimi, jandarma qo'mondonlik shtabidimi, har qanday birisida bo'lishi mumkin. Asta, men yangi kagashga ham ishlar menga notunish. O Yuan familiyalik dushman qo'liga qanday tushib qopti? Jinjo tenritish mahkamasida bir ofitser bor ekan. Go'ju to'ni tuqqan ekan. O shuni yuz o'rishga unigili berib qo'lga tushib qopti. Mening vazifam-chi uni tepish. Andajo. Siz uni topsangizlar bo'ldi. Qolgan ishni o'zimiz qilamiz. Siz qo'l tiqmaysiz. Mana bu uning materiali. Esimni tutib oldim. Bu Yuan Peilinni sizga topshirdi. Uni obdan o'g'irlashtiring. Shamol o'tib ketgandan keyin Beyping punktiga tirik topshirib berasiz. Uningda 40 necha odamning xuni bor ekan. Kompartiya talabalachi uni o'ltirishga urinadi. Men uningga kepillik qilmayman. U Tianjindagi ba'zi yerosti xodimlarni taniydi ekan. Bu sizning nom obro'yingizni asli keltirib olishingizga yaxshi fursat. Siz zo'larni qopqonga dastiman deb o'sal o'p qoldingiz. Qayt fursat izlamamsiz. Amsa u oldi bilan biz uchun xizmat qilish kerak-da. Ha. Odam sizning qo'lingizda tursa, sizning deganingizni qilmabdi. Uni qancha uzun muhofazat qilganman? 10 kun atrofida. Beypingdagi xavf tugagandan keyin u shu yerga berib qilichini qonga bo'yaydi. Men oldim. Odam qani? Jishandagi amallik saqlash uyining shtabida. Men uni olib kelay. To'xta. Uni akilishdan burun uni nega yo'shirishni ham muhofazachilarni obdan o'ylashing. Maxfiyatlik hammadan muhim. Askartganingizga rahmat. Umuman yaqinda Tianjindan o'tadigan muhim ashyo, odam yoki oila tavobatlar va hujjatlarning hammasi maxfiy ishlar idorasiga ma'lum qilinsin. Bizdan qo'g'dishimizga oson bo'ladi. Yaqindan beri kompartiyaning faoliyati to'satdan ulg'ayib qoldi. Bir nishonni izlayotdi demda uqilib bo'lmaydi. Ma'qul. Javobingizni kutaman. Yuan Peilin armiya tarafdan qo'lga elingan ekan, undaqda u maxfiy ishlar idorasining qo'lida bo'lishi kerak. Maxfiy ishlar idorasi bu yeb uchini hargizmi boshqa sistemaga berib o'tmaydi. Bo'libmi Jongdongga. Go'shinjang ana shundoq o'lgan emasmidi? Soqchi idorasidami? U yerda odamlar to'pondek aralash. Maxfiyatlikdan eg'iz ichish mumkin emas. U mumkin emas. Agar jandarma shtabiga yo'shirilgan bo'lsa, ular jazman doklad qiladi. Bu zarur tartib. Eng oxiri Yuzojing hukm qildiki, xoin maxfiyatlik idorasi Tianjin punktidan chiqib ketmaydi. Bu ishni punkt boshlig'i bevosita tutmaydi. Undaqda faqat Lu Chaoshan bilan Liyaning qo'lida. Cho'qim shundoq.
Keldingizmi? Ha. Bu nima ish qilsangiz qanday qiladi? Qarsam bu kitobni yaxshi ko'rdi ekansiz. Men u xatlarni o'ginib elib sizni xush qilay degandim. Bu xatlarni tanimsiz. Odam deganni taniyman. Men sizga o'rgatib qo'yay. Men bilan o'qing. Xalq uchun qiz mard qilayli. Xalq uchun xizmat qilayli. Bu xatlarni qog'ozga yozishga bo'lmaydi. Qalbingizga yozib oling. Bu xatlar intayin ahamiyatlik. Mashqingizni davomlashtiring. Men sizga bir ishni deymi? Jubugaltirning uyiga yangidan birisi ko'chib kirdi. Yemidi? Bu degan maxfiy ishlar idorasining mulki tursa, kim ko'chib kirganda? Yosh xotinlar ekan, eri uşaq tijoratchi ekan, ayoli hech ish qilmaydi ekan. Menga o'xshash. Bo'lmaydi ekan. Qarab beqing. Ashu ikkisi shu. Siz uni qila olamsiz. Bu tas ishkan. Bo'ldi, tutashdi. Endi xeyli bo'ldi. Ulan dushmanlar o'rinlashtirganmidi? Har qanday ehtimollik bo'lishi mumkin. Abla, bugun tex ular uyga tushib beribdiman. Siz ular bilan so'zlashdingizmi? So'zlashdim. Ulardan qayerdan keldinglar, nima ish qilsizlar deb so'rdim. Ular nima dedi? Av kelinchak yurtidan kelibdi. Yurtida afat bo'pti ekan, o'taqchilar qo'zg'alib ularning uyini bulab ketibdi. Erkishcho. Erkish mushayalik ekan. U ayol yurtida turishga amalsiz qolibdi ekan, uni mushaga yondirib ketdi. Ular bu yerga maqsadlik ekan, diqqat qilaylik. Men allaqachon diqqat qildim. U Armandan nima ish qilsiz deb so'ragandi. Men hech nima demadim. Ular bizni nazorat qilg'ili kelganmidi? Nima bo'lsin, hazar aylashimiz kerak. Agar u odam beypinga boradigan bo'lsa, texmi ko'p odam baloga uchraydi. Tianjin shuncha cho'ng tursa, biror odam yoshirnivas topqili bo'lamdi. 10 kun ichida cho'qim tepish kerak. Hay, uni topgandan keyin o'zimni bir taraf qilib etdiman. Qutuliq tapanchidan birini basingizli bo'ldi. Hozir muhimi bu odamning zodi kimning qo'lida ekanligini bilish. Uni bir taraf qiladigan odam bor. Voy, Izzat, marganligim bekor ketadigan bo'ldi-da. Hay, punkt boshlig'ining xonimi u xoinning ishini bilarmi? O bilmaydi, xudayman. Ha, qarang. Boshliqning xonimi nemishqa balaliq bo'lmaysizlar deb doim so'raydi. Men nima deyman?
Buni biz deyishib olganga bo'yimni qolmayotidi deysiz. Men shundoq dedim. Biroq u jazman eringizni masala borkan deydi. Menda nima masala bo'ladi? Bu gapni u dedi. Menga nima olasiz? Menda masala bor desam, men doktorxonaga olib ko'rsaman deb turibamamdi. Sizda masala bo'lsa yaxshi emasmi? Sizni doktorxonaga olib deganmaydi. Shundoq-ku. Ha, ma'qul, ma'qul. Menda masala bor. Menda masala bor bo'ldimi? Nima kulsiz? Yu xanım, marhamat. Miyacha, Süpyan, keldingizmi? Ha. Keling. Qiziq ish. Bir tal urug' kam turdi. bir til kam turdi. Ha, Men izlashib beray. Qaysi yo'qkan? qizilcha. Bir yak tushib qoldimikin? Hoyey, hamma bulang pushqaqni qo'ymay yerim kun izladim. Amis izdimang. Ma xonim katta emasmi? Bizim o'ynayolmaymiz. Undaq emas. Bugun tushda Beypingdagi choppunkt boshlig'i xonimi bilan kelmoqchi edi. Uning xonimi Majanga bek amroq. Bepingdan kelamdikan? Ha. Majan o'ynag'ili? Majan xumar ajab yomonkina. Yo'qay, choppunkt boshlig'i bir odamni yoshirin ko'gil kelmoqchi ekan. Ayoli bekorchilikda billa Majan o'ynab ketay deb turib olgan gap. Yoshirin ko'gili xotinini billa elib kelamdikan. Undaq ish emas. Heliqi maxfiy xizmat pichir qilishadiganchu. Ha. Tushundim. Majlis ochidi. Bo'lmasa izdimayli qo'ying. Men berib biznikini akalay. Vay, Loyi, men. nima ish? Bizning uydagi yilqi majan naditdi. Yipiyingni qo'ydigan tatmida o'zingiz yolg'iz o'ynamsiz? Yo'q, boshliqning uydagisida bir tal urug' yetib ketibdi-kan. Men biznikini opiray degan. Tushda Beypingdagi choppunkt boshlig'i keladi-kan. Mey acham meni birdan o'ynayli deb chaqirgan. Choppunkt boshlig'i bo'lsa ehtiyot qiling. Ular cho'qim toza usta. Pullaringizni uftyapmisiz? Yo'q, choppunkt boshlig'i ishlar bilan aldirashgan, o'ynamaydi-kan. Mey acham uning xonim bilan o'ynaymiz deydi. Shu tatminizda peqing. Bu odamning bexatarligidan siz xotirjam bo'ling. Men uni Liyaga topshirdim. Beypingdagi kommunistlar aloqsada bo'lib ketdi. Shaharning hamma yerida mush yuanpilini izlab yuriydi. Demak, bu odamning qimmati nihoyat yuqori ekan. Mening taklifim, siz bu odamni balduroq Beypingga olib, balduroq tutish qilsangiz, balduroq tashabbuskorlikka ega bo'lasiz. Go'shinjan ustidagi savoqni unutib qolmaylik. Hozir qaytib basılı o'ladi. Yuzilgan qoral uningga patilinib turdi. Hozir Beypingda Chanjang Fiba. Ha, kirang. Boshliq. Nima ish? Makuyning xotini Makuyning burunqi suratlari kerak edi deb telefon beribdi-kan. Arxivxondan qanday qilamiz deb so'rayotdi. Ha, men tunishtirib qo'yay. Beypingdagi choppunkt boshlig'i, maxfiylar bo'limining mudiri Yuzichin. Choppunkt boshlig'i nomingizni ko'p anglar. Ha, Yuzochin degan siz ekansiz-da. Liqayfonni itvatgan qahramon. Tilg'og'ichiligi yo'q. Men punkt boshlig'ining rahbarligida yangi xizmat ko'rsatishga tirishiman. Qarang, gapga ustim ekan. Makuyning xotini suratni nima qiladi ekan? Kompartiya O'tir Xabedagi qurbonlar qabristonligida Makuyga qabr yasabdi ekan. Suratni uning ish izlarini tashviq qilish uchun ishiltadi ekan. Shumi gap bo'ldimi? Yo'q tangla. Ma'qul, yo'qkan deb qo'yay. Boshliq. Choppunkt boshlig'i shuncha yiroqdan kelibdi. Tushlik tomoqni qanday o'rinlashtiramiz? Heliqi Dayunfu restorani yangi ichildi. Sizlarga o'rnib qo'yaymi? Ha, nihoyatda yaxshi oshpozil. Tirik dengiz mahsulotlari bor. Qanday? U yerda odam ko'pmidi? Boshqa mehmonmi bor emasmi? Xizmatning gapi muhimmi? Xoliroq joy bormi? Ha, oshiya nihoyat xoli. Ular ati tijorat boshlaydi.
Bugün sizlar basanglar ular repetis bo'ladi. Bo'lmasa munda olsun. Ular ikkinchi qavatni pechatlab, boshqalarni chiqarmasin. Әмсі bu punkt başlığı birdim deysin. O'rinlashtiring. Ma'qul. Ay, Zicha. Boshlayq. Ish bormidi? Daxovandan oljagan narsalarning ichida pulga yaraydiganlari bormi? Qo'l yozmalar yana bor. Tebovning Xashovjining qo'l yozmalari. Rasm ozroq. Men berib qarab boqay. Cho punkt boshlig'imi menga o'xshash siya bu yoqlarga amroq. Pulga yaraydiganlardan bir nechini tanlab o'rab qo'ying. Ma'qul. Men hozirlik bejiray. Vay. O'zingiz yumudirmi? To'g'ri, men shu. Men Dayinfo restoranidagi son direktor. Sizning mehmoningiz hech kelmaydi-ku. Kelmaydigan bo'ldimi ya? Ehtimol. Ya'ni yarim soatgacha ular bormasa, bormag'ini shu. Ha, uqdim. Xo'sh. Ularning o'rinlashtirib qo'yilgan restoranga bormaganligi paras ichidagi ish. Demak, tamoqqa boradiganlarning ichida intayin muhim odam bor. U Yuan Peylin bo'lishi kerak. Bu odamni muhofazat qilishga kim mas'ul bo'lgandi? Liya bilan Lu Chaoshan ikkisining birisi. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, u hozir ular bilan belli bo'lishi kerak. Vay, men yuzacham. Katta mudir. Heliqi hujjatni ko'rib bo'ldingizmi? Ko'rib bo'ldim. Unda qo'sa hujjatni qaytarib bering. To'yanikilar sizga gap qilolmaydi ekan. Men qo'pyuraklik qilib sizga telefon berdim. Tizit qilma. Men hozirlab aytib beray. Ma'qul, xo'sh. Vay, men yuzacham. Atrat boshlig'i bormi? Yo'q. Uni haqiqatda jiddiy ishim bor edi. Bilmayman. Nima ish edi? Men deb qo'y. Qaytib kelsa telefon bersin. Bo'ladi. 5dan keyin qolsa telefon bermasam bo'ladi. Liyaning qo'lida ekan. Cho'qim. Endi Yuan Peylinning qayerga yoshiringanligini aniqlash kerak. Sizcha Liya qanaqroq ekan? Yaqinning yoqi uning bek ko'zga ko'rinib, o'zingizning besilib qolganligini his qilib qoldingizmi, qandoq? Bu gapni siz dedingizmi? Men dedim. Uning yuzdimi deyalayman. Siz punkt boshlig'iga xushomat qilsangiz mayli. Uning xushomatni men qilaman. Biroq siz ko'pchilikning nazarini o'ylashmasangiz bo'lmaydi-da. To'g'ri. Ha. U hozir bek e'tiborli bo'lib ketdi. Biroq menga e'tiborli bo'lishi notayin, shundaqmi? Sog'liq saqlash iskaloti Dixong mehmonxonasi Liyaning boshqarishiga o'tib ketdi. Uningga sizning ichingiz og'rib qoldi, xo deyman. Ularni bizning axborot boshqarmasi yapon qo'rchoqlarining qo'lidan tortib olgan edi. Shuncha uzun yil boshqarib kelgan tursak, punkt boshliq qo'lini birli shiltib uningga beryapti. Meningcha punkt boshlig'i Liyaga bak yon besib ketyapti. Muavin boshliq o'rnini Liyaga beramiz. Bizning Tianjin punktining muavin boshlig'ining o'rni bo'sh turg'ili uzun yil bo'libdi, faqat to'liqlanmadi. Meningcha punkt boshlig'i nomzod tanlay olmay qolmadi emas. Bu o'rinni to'liqlashni u azaldan o'ylashib boqmadi. O bizni o'sha o'ringa tanmirtib jon bido qildirsa bo'lmaydi-da. Men punkt boshlig'i bo'lsam, men shunday qilardim. U degan boshliq bo'lishdan ipida. Ha? Bo'lmi bo'g'ni? Bizning bu yerda oromxo'da choy ichib o'ltirg'idek vaqtimiz bor texi. Qarang, u Liyaga kun bo'yi aldirab paypaslab yuriydi. Aldirg'ini qursin. O kunda payishxona qatiradi. Kim bilmaydi uni. Jo'nshow darajalik ofitser payishxonaga kirsa jazolandi. Vay. Hozir baldirga o'xshamaydi. Heli Jo'nshow ekan.
Janjunlarmi quruq qolmaydi. Og'zingizga beqib gap qiling. Bizning punktda birli Jangjun bor. Punkt boshlig'i. Men uni demadim. Men dedim-ku. Bugun Chao punkt boshlig'i Beypanga qaytmaydigan bo'pti.